Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, Bunyodbek Uz kanalini doimiy ravishda kuzatib borayotgan aziz yurtdoshlarimiz. Bugungi sanamiz 22-avgust hafta kuniga shanba Andijon viloyati Xo'jobod tumani, Xo'jobod mol bozoridan videolar ko'rsatib o'tib ketamiz. Albatta, besplatniy layklarda ayamasizlar. Aka, puli nech pul bo'ldi? 28 qisir bug'oz. Qisir ekan 28 million 500 ming so'mga barakalari bo'pti. Niyat qildim deb like bosib qo'yasizlar, kamida xonadonlarda shunaqa xunajillardan 10 donadan bo'lsin. Uka nech pul bo'ldi? 18 million yetdi. Bug'oz qisirligi qanaqa? Bug'oz ekan 3 oylik, gap so'z yo'q. Ona bola sigir olinganlaridan. Aka nech pul bo'ldi ona bola? Pulini bilishmabdi. Aka bilan o akamiz-chi? Pullarni bilishmabdi. Ona bola ekan. 34 million so'm. Joni sog' bo'lsin. Shvet ishqibozlariga mana. Savdosini nech pulga boryapti ekan go'zallarini? 52 million so'mga savdolari bo'lib turibdi ekan. Ishqibozlariga nomerlarini ham qoldirib o'tib ketamiz. Nomeringizni ayting aka? 70lik 065 0775 shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Endi nomerini olganimiz sababi yaxshi ekan. Onasi ham, bolasi ham pachka. Bolasi Novvoz. Birinchisiga ham aka bu? Birinchisiga aloqaga chiqaverasizlar. Narigisi ham sizlarkimi? Aka, bu nech pulga bo'ldi aka? 25 million so'mga. Bug'oz qisirligichi aka? Bug'oz qisirligi qora aka? Bug'oz qisirligi. 3 oylik bug'oz aka. 25 million so'mga. Harakasini bersin. To'g'a xunajin nech pul bo'ldi? 88, gap yo'q. 8 million 800 ming so'm. Olinganlaridan buqamiz. Aka nech pul bo'ldi? Cho'h. 25 million so'm. Zo'r bo'pti aka. Arzon bo'pti. Jupi nech puldan bo'ldi aka? Pullarni bilishmabdi. Aka, olinganlardan ko'rsatib o'tib ketamiz. 23 million 200 ming so'm. Bunisi-chi aka? 21 million 500 ming. Arzon bo'pti aka. Arzon bo'pti sha? 21 yani. Zo'r bo'pti. Arzonchilik bo'laversin. Baraka bo'ladi obunachilarimiz. Aka nech pul bo'ldi suzadigan? 16 million. Bunisi 14 million 700 ming so'm. Zo'r bo'pti, barakasini bersin. Aka, olindimi mana shu? 39 ga oldi. 39 million so'mga olinibdi. Nechinchi bolasi ekan? Bo'g'at ekan 3 oylik, birinchi bolasi. Birinchi bolasi, yonidagi bolasi birinchi bolasi. 3 oylik kamiga bug'oz ekan ham. 39 million so'mga arzon bo'pti mashiga. Barakasini bersin olganga sotganga. Juda chiroyli, ajoyib, xunajilagan bolasi. Mashetta sigirimiz ham olinib shekilli asosan olinganlaridan. Ammo hech ozg'irroq ekan, o'tg'arib ekan. Aka nech pul bo'ldi? Nech pul bo'ldi qora aka? 16,5 million so'm. Zo'r bo'pti. Bug'oz qisirligi? Yumon. Haligi aytadi, qoni bormi deb. So'rachi qoni bormi deb. Gap so'z yo'q aka, barakasini bersin. Ona bola puli yengillaridan. Xudo xolasa bolasi xunajinidan ko'rsatib o'tib ketamiz. Ona bolaga nech pul narx aytyapsiz, hoji buva? 22 kami bor bu ham. Ana, bo'lar ekan mana 22 million so'm kamlari, xudo xolasa g'ij-bij. 1,5 oylik gumoni bor. 1,5 oylik gumoni ham bor. Telefon nomeri ham berasizlar. 94lik 060 72 00. Shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, nechinchisidan tug'adi? Qonnidagi xudo xolasa ikkinchisi ekan. Ammo bolasi rasa chiroyli ekan. Enasi ham yomon emas. Endi ozgina tarbiyalab olsanglar, bitta ro'zg'orda bemalol eplaverasizlar. Aka kelishga oson bo'ladi. Bozordagi savdosi nech pul bo'lyapti?
Hozir 20 beryapti aka. 20 million so'm beryapti-kan, bermayapti. Mabodo men obunachilarim telefon qilib qolsa, dastlabkasini qilib yetkazib beraverasiz. Gap so'z yo'q. Aka, bozoringizni bersin. Xo'p, akalar, opalar, mana savdosi bo'lib turibdi mana shu sigirga ham. Savdolarini ustida. Aka nechta berishyapti? Hozir 38 beryapti. 38 million 500 ming so'm. Juda zo'r, juda ajoyib, sifatlari ham zo'r ekan. Nechta bo'ldi? 52 million 500. 52 million 500 ming so'm. O nasib qilsin bizga ham shunaqa sigirlardan. Bolalasi ham ko'chat, enasi ham zo'r ekan. Aka nechta sutga ekan? 15 ta. 15 ta sutga. Omad zo'r ekan. Aka pulingiz o'zingiz bilan ketyapti-kan aka. Barakasini bersin. Niyat qildim deb like bosib qo'yasizlar. Savdolari bo'lib turibdi. Bashingami tog'a? Bolasiga bo'lyapti. Atrofda turgan 4 ta odam bilan ish buzilib qolsa yaxshi. Yo'q, nega 15 yarim edi? Mana shu yerda savdolari bo'lyapti-kan. Mashina turgizib yuboringchi aka. Shu bolasiga bo'lyapti mana savdolari. Savdolarning ustidamiz. Men Bobur aka, siz faqat xafa qilmang meni. 15 ta gami sotaman. Nechta ham 14 million. Pulingni ber. Oliga chiqib 14 million 600 ming so'mga. 14 million 700 ming so'mga. Savdolari bo'lib turibdi. 14 million 700 ming so'm savdolari bo'lib turibdi. Xudo xolasa. Lekin Xudo xolasa olgan odam baraka topadi. Yaxshi nav olsa ekan. Hali bitishga yo'q. 15 ga bo'lsa oling deb qo'yib shekilli. Voy, to'polon bo'lib ketdi, to'polon. Ona bola olinib shekilli. Aka, ona bola nech pul bo'ldi? Targ'ili. Buchi bu tog'a? 14 million. Zo'r o'pdi. Boshlig'a nech pul bo'ldi? 12 million 200 ming so'm. Unajam sifatli ekan. Arzon bo'pti lekin. 12 million 200 ming so'mga zo'r. Bozorlar narx-navolar ancha qaytib qoldi. Obunachilarimiz kimdir olmoqchi, sotmoqchi bo'lsa, bemalol bozorlarni ko'rib, taqqaslab olaverasizlar. Aka nech pul bo'ldi? 19 million so'm. Novvos ekan 19 million so'mga olib chiqib ketyapti. Aka bu qancha pul bo'ldi? 56 million bo'ldi ikkita. Ikkitasi 56 million, 28 million so'mdan. Ko'chatlari chiroyligidan bo'libdi-da. Zo'r o'qdi. Bo'g'ozlardan ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Yaqin bo'g'ozlardan, Shved ishqibozlariga. Shved bo'g'ozlardan ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Aka Xormey, assalomu alaykum. Aka Xormey, nech pul narx aytyapsiz? 40 million so'm kamlari bor. Birinchisiga Xudo xolasa, birinchisiga necha oylik? 8 oy. 8 oydan o'tgan, ha? 8 oydan o'tgan yelinlarni ham qo'zg'ab qoldi. 4 oy yelini 4 joyda. Yuvoshliklari yaxshimi aka? Ishqibozlarga nomer qoldiraveramizmi aka? Ayting. 33lik. 616 616 37 37 84. 84. Shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar kimga qiziq bo'lsa. Aka kelishishga oson bo'ladi. Bozorda savdosi nech pul so'rashyapti? 35 million so'mga so'rashyapti-kan, berishmayapti ekan. 35 million so'mga. Lekin holatlari yaxshi, juda chiroyli. Mol qilib olsa bo'laveradigan. Mana shu yerda shu molga ham savdosi bo'lib turibdi shekil. Savdolarning ustida Xudo xolasa ko'rsatib o'tib ketamiz. Nech pul beryapti aka, ina bolaga? Bitta balalar 30 dan oshirishmayapti.
Dehqonlar 30 beryapti. Bol sotaram 30 beryapti. Qisqasi 30 million so'm bo'lyapti ekanda. 30 million. Aytyapsiz o'zi. Qanchalar aytyapsiz? 40 million so'm narx 34 deyapsiz. 34 ha 34 deyapti ekan, kamlari bor bolasini ovosidan. Taylari rosa chiroyli ekan. Nechta sutga? 6 taga beraverar ekan. Ammo yelinlari ham go'sht yelin shekilli. 6 taga beraverar ekan. Ishqibozlarga nomer qoldiraveramizmi? Ayting tog'a. 7lik. 87lik. 190 1976. Manzil qayerda? Siz xo'javoz. Xo'jobodda Parsesdan ekan. Ammo ko'chatlari rasicha. Shovlari yo'qmi tog'a? Shovi bormi yo'q? Shovi bo'lsa bekarga ekan. Mana bekarga qidirib yurgan obunachilarimiz. Sizlar uchun. Shovlari yo'q ekan. Hamma yo'qlari yaxshi ekan. Taxminiy bo'ylari 120 atrofida chiqadi. Xo'p, ozgina yiriroq sigirimiz bor ekan, bolasi xunajin variantda. Ko'paysindan ekan. Bu nechinchisiga tog'a? 5-6 ta tuqqan. Tish bosgan. Tish bosgan ekan. Endi tish bosgan sigirlarda qitiqlari ham yo'q bo'ladi-da, baribir tishovi yo'qdir. Tishovlari yo'q. Nechta sutga beramiz, tog'a? 8 ta sutga olaverasizlar. Pullari nech pul? Ularni 32 taman beraveramiz, 28 so'raymiz. 28 million so'm hozir savdolari bo'lyapti ekan, 32 million so'mga ertalabda berishmagan ekan. Ishqibozlarga nomer qoldiraylikmi? Dehqon bor, sotilib ketadi, xudo xolasa. Gap yo'q. Bozoringizni bersin. Shunaqa sifatli sigirlardan ham so'raganmi deylar obunachilarimiz. Bolasini olsa, bolasi buqachasidan ko'rsatib o'tib ketamiz. Yo'g'onliklari ham yo'g'on, taylari ham chiroyli kelishgan. Hamma yo'qlari zo'r. Nechinchisiga aka bu? Xudo xolasa 3-chisiga 8 kura sigirimiz. Sigirimiz 8 kura. Pullari-chi aka? 55 million kam bor aka. 55 million so'm kamlari bor. Nechta sutga beramiz aka? 8 ta sutga beramiz. 8 ta sutga olaverasizlar. Qolgani oxirgilarda. Ammo bermasanglar bu ham sut bermaydi. Bolasi ham katta ekan. Aka qo'yilmaganmi? Qo'yilgan gumon aka. Gumoni bor ekan ammo. 1 oylik. 1 oylik gumoni bor ekan. Telefon nomeringiz aka? 91lik. 91lik. 172 172 98 33. 98 33. Bozordagi savdolari qanaqa bo'lyapti aka? 45 million qilishyapti. 45 million so'm so'rayapti, akalarimiz bermayapti ekan. Xudo xolasa oz-moz qoldi aka. Gap so'z yo'q aka. Bozoringizni bersin. Bunyodbek o'z aka. Ko'rib like'larni bosib qo'yinglar, komment yozib. Shu yerda bitta buqab chiqishab ko'rib bering. Puli nech pul bo'ldi? Sotilmadi. Nech pulga? 18,5 ga berilmadi. Aka olindimi? Nech puldan bo'ldi aka? Pulni bilishmabdi, olishibdi lekin pullarni bilishmabdi. Obunachilarimiz kamida xonadonlarda shunaqa buqalardan 10 donadan bo'lsin niyat qildim deb like bosib qo'yinglar. Shunaqa buqalardan ko'rsatib o'tib ketamiz. Sizlarning e'tiboringizga. Zo'ridan zo'ri bormi, mahnaqa zo'rlaridan? Aka pullari nech pul ekan aka? 70 million kami bor. 70 million kamlari xudo xolasa g'ijbish. Kuraytishini chiqarganmi aka? Kuraylarni yoribdi, xudo xolasa. Savdolari-chi aka? 60 million qilishyapti. 60 million so'm qilishyapti ekan. Taroziga ham so'rashdimi? Yo'q. Taroziga so'rashmayapti ekan, turishiga 60 million so'm savdosi bo'pti. Ishqibozlariga nomer qoldirib o'tib ketaylikmi aka? Ayting aka. 93lik 254 11 71. Shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Ukasi bor. Mana shu yerda bitta ukasi ham bor ekan. Bunisi nech pul bo'lyapti aka savdo? 60 million kami. Buni 60 million so'm kami bor, bunisini 70 million so'm kami bor. Xudo xolasa go'zalliklari go'zal, hamma yo'llari cho'tka ekan bu qolar. Gap yo'q. Aka bugun o'rtacha novvoslar taroziga qo'yish bahosi nech puldan bo'lyapti? 68-69 dan bo'ldi. Zo'ri. Ko'rganim. Zo'ri. 68-69 dan. Pastchi nech puldan boshlanadi? 65 dan boshlanadi ekan pastlari. Gap so'z yo'q aka.